İlim-fen tarixidagi eng büyük matematik Abu Rayhan al-Biruni. Haqiqatan utuq qozonish va muvaffaqiyat insonning qobiliyatiga bog'liq emas, balki Allohdan armag'on qilib beriladigan talant bo'lib, egisi uni xohlagan qavmga beradi. Iqtisodiy krizislarni hal qilish allaqandoq moddiy sababga emas, dal sab ma'naviyatga bog'liqdir. Al-Biruni. İlmiy metodga ul selish. Nemis sharqshunos olim Edvard Zaxov bundoq deydi. Biruni tarixda o'tgan eng katta aql va islom madaniyati ilm tarixidagi eng buyuk namoyandadir. Ushbu yuqori bahoni Yaqut al-Hamavi faqih Abul Hasan Ali ibn Isa al-Vajidin rivoyat qilgan tövendiki abzaslar yoritib berishi mumkin. Abu Rayhanning yoniga kelganimda ovozi xirqirab, demis qilib, sakratda jon talashayotgan ekan. Ashu holatda turibmi menga bir kuni sen menga meyitdan miras olmaydigan cho'ng onalarning merosini hisoblash to'g'risida so'zlab bermoqchi bo'lgan eding, dedi. Men taajjublanib, musholatdimi shu gapni qilyapsan, dedim. U menga dunyodan bu masalani bilib xo'shlashganim, bilmay ketganimdan yaxshi emasmi, dedi. Shunda qilib, masalani uningga qaytilab so'zlab bergan edim. U darhol yodlab oldi va umi menga va'da qilganini o'gitib qo'ydi. Ondan uning bilan xo'shlashib chiqdim. Ancha yiroqlashmayla yig'izar qilgan ovozni angladim. Alloh uningga rahmat qilg'ay. Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni bilim doirasi intayin keng olim, teran tafakkurlik faylasuf, favqulodda matematik va tinimsiz tadqiqotchi edi. Uning eng ko'rinarli alohidliklaridan biri bu o'z navbatida yana barcha musulmon ulamolarning alohidligi bo'lgan fan bilan dinni yo'g'irishdir. Ya'ni bu axloq va taqvolik birigi bo'lgandila, ondan ilm insonga xizmat qiladi deganlikdir. Yaqut al-Hamavi Marvi shahri ulug' jamianing kutubxonasida al-Biruni asarlarining jam'i 60 necha varaq, ya'ni 120 dan ortiq betga ushshaq arablar bilan yozilgan mundarajasini ko'rgan. Abul Faraj ibnul Ibri al-Malti u islom madaniyati yetishtirgan eng buyuk matematik bo'lib, uning kitoblari nihoyat puxta va mukammaldir deb sifatlaydi. Va Al-Birunining eng yorqin qarashlaridan biri musulmonlar shug'ullanayotgan ilmlarni islomiy puroq bilan muhrlash, oydinlashtirish va mazkur ilmlarni qadimki yunoncha turg'un va qatmanlikdan qutuldirib, islom idrokidagi harakatchanlikqa ega qilish kerak deganlikdir, deydi. U ilmni tarjimachilik va naqlvozlik bosqichidan ijodiyat saviyasiga olqitgan bo'lib, uning izlanishlari islomiy puroqning o'ttiriga chiqishiga va islomiy tajribachilik ilmiy metodining maydonga kelishiga asos solgan. U qadimki Yunon va Hind yodgorliklarini tadqiq qilib sharhlagan. Bayqagan xatoliklarni tuzitib, mujmal nuqtalarni oydinlashtirgandan keyin ba'zi zarur yangiliklarni qo'shgan. Qanoatlanarlik yakunga yetish uchun doimo o'rganish, tadqiq qilish va voyaga yetkazib tekshirish yo'lini tutgan. U o'zi yashagan davrda keng tarqalgan va musulmonlarni asonla tiyildirib qo'yayotgan ishroqiyya metodiga qarshi hissiy va tajribachilik metodini ishlatgan yetuk alloma edi. G'arbliklar dal uning mushu metodini qo'llanib, zamonaviy madaniyatni barliqqa keltirgan. Al-Biruni tegidin sog'lom ilmiy metodlarga murojaat qilish va ularni ching tutish asosida o'zgacha ilmiy metod turg'izgan bo'lib, darvaqa Biruni shunaslar uning o'z tadqiqotlarida bu nuqtaga keskinlik bilan amal qilganligini bayon qilgan. Al-Biruni shay'iylarni oldi bilan aqli bilan dangsab beqib, ondan uni tajribadan o'tkazib ko'ratdi. U tahsilini takomillashtirishda izchil tadqiqot va tajriba yo'lini tutib mangan va
mavjud e'tirof qilingan qarashlarni inchik tekshirib, to'g'risini suzib olmay, qarig'ularcha qabul qilaverishni rad qilgan. Mana bular dal olimlarning olimi Bironining alohida utuqlari va dang chiqarishining siridir. U ilmini o'z zamondoshlari bo'lmish bir qism so'plar orasida tarqalgan ilmning manbasi tirishchanlik, riyozat va ko'ngilga ayon bo'lish qatorliqlardir deb qaraydigan ishroqiyya suluki asosiga qurishni rad qilgan va ilm ma'rifat degan dunyoviy rohat farog'atni tark etib, nafsini chiniqtirish orqali hosil bo'ladi deydigan qarashga qarshi chiqib, ma'rifat uqumini islomiy tushuncha doirasida aql bilan qalbni jamlagan asosda oydinlashtirgan va aql orqali ilm tahsil qilishga chaqirgan. Al-Biruniyning bu o'zgacha maydonining muayyan burilish elib kelishi tabiiy edi. Chunki islomiy tafakkur ideologiya va kelib chiqish nuqtasidan o'z ruhi va tabiatiga butunlay o'xshamaydigan Yunon tafakkurini rad qiladi. Bu ikki tafakkurning ro'shan farqlaridan biri qadimki Yunon ruhi har bir shaxs o'zining yakki kishiligini his qilishi, o'zini boshqalardan butunlay mustaqil deb qarash kerak deydigan subyektivchanligi bilan gavdalansa, islom ruhi dal uning aksicha hamma ichidagi o'zga ahamiyat beradi. Demak, bu yerda o'xshamagan o'zlar hammani shakllantiradigan parchalar bo'lmasdan, balki o'zlarining ustida turadigan hamma bordir. Shundaqla shaxslar Allohning asri va yaratishi bo'lib, Alloh ularni xohlaganicha mang'uzidi. Allah nimani iroda qilish shuni qiladi deb qaraydigan obyektivchanligi bilan gavdalanadi. Uning qo'llanishchan ilmiy islomiy metodi to'limi puxta va shunchalik sog'lom bo'lib, u Qur'onning kulli asoslari bilan ilm-fan sirlarini bog'lagan tunji olim hisoblanadi. U bu orqali astronomiya masalalarini Qur'on ishoralariga yaqinlashtirgandir. İlim-fan sohasida uning qo'shgan tuhfalari nayt ko'p deyishga bo'ladi. Birinchi, u sharq kosmografiyatlari, astronom va jo'grafiyashunoslarining ko'pinchisiga asos bo'lgan jo'grafiya qonunini o'ttirib qo'ygan bo'lib, sharq olimlari kulliyatlarida Biruniyning ushbu qonunidan foydalangan. Ikkinchi, Al-Biruni bulung taqsimotida uni takshi 3ga bo'lish to'g'risida tadqiqot olib borgan bo'lib, u trigonometriyani biladi. Shundaqla asarlaridan uning sinus bulungi tanasiblik qonuniyatiga pishiq ekanligini ko'rishga bo'ladi. Uchinchi, u tajriba orqali birlik ig'irligini hisoblash tajribasi olib borgan va buning uchun og'zi ostiga qaraydigan desikator, ya'ni cho'nqachi ishlatgan. Bir moddaning ig'irligini suv va havo bilan o'lchab, aralashmaning miqdorini bilalagan. Bu orqali birlik ig'irligiga tayinib, modda vaznini havo bilan o'lchagan. 4. Endi raqamlari va uning o'rinlarining o'zgarishiga qarab, qimmatlarining o'zgarishi haqida tadqiqot yozgan. 5. Har xil sizg'ichlar bilan yeshilmagan geometriyalik masalalarni o'zgacha metodda yechgan. Astronomiyada Al-Qanunul Mas'udi adlı ensiklopediya yezib chiqqan. 6. Quduqdan suvning chiqishini quduq suyi bir-biriga tutishadigan qachilarga o'xshaydi. Biridan suv chiqsa, qolgan tutash qachilardimi shunchalik yuksaklikda bo'ladi deb izohlagan. 7. Ovoz tezligi bilan nur tezligini selishtirib, nur tezligining g'oyat zo'rligini o'ttirib qo'ygan. 8. Altun, sımap, mis, tümür, qalay, qo'g'ishun, yaqut, sumrat, marvoyit va kristal qatorliq bir necha turlik madan toshlarga nihoyat inchik shaklda ig'irlik bekitgan bo'lib, u har bir turga bekitgan ig'irlik bilan zamonaviy ig'irlik intayin yaqindir. Al-Biruni ilm tahsil qilishda va'ga yetkazib tadqiq qilish, doğramchilikdan yiroq turib o'z metodini ishga oshirish uchun sabrchan bo'lish va kutkuniga erishalasa xushal bo'lish bilan tunilgan bo'lib, ustozi Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi manizmning qurg'uvchisidan bir narsani rivoyat qilganda,
Al-Biruni uning manbasini 40 yildek to'xtamay izlagan va aloqador kitobni Xorazmda tepib, haqiqatini bilgan chaqda ondan ustozining bu masalada haqiqatan oldinib ketganligini ochiq e'lon qilgan. Agar u izlagan ilmlaridan birarsiga erisha olsa, nihoyat xushal bo'lib, u qadar xushalmanki, shu topda ussuzlikdan chanqab ketgan sayyohning suvga qovushqanidanmi bakrak baxtiyorlik his qilyapman deb ketadi. Uning cho'nqur tushunchalardan yana biri ulamolar har doim deydigan vallohu a'lam, Alloh eng to'g'risini bilguchidir degan so'zni ishiltish hargizmi bilimsizlikka ko'z yumish emas. Ya'ni u so'zni degan kishi insonning bilish kerak bo'lgan narsalarni bilmasa bo'lmaydi degan qarashidir. U odatda biror nazariyani o'tirib qo'ysa, aloqador tadqiqotchilarning vaqtini behuda isrof qilmay, texmi tezroq tirishishi uchun misollarni mumkin qadar oz keltiradi. U mundaq deydi: "Men tadqiqotchilarning nazariyalarini tushunish uchun ortiqcha misol keltirmaymanki, ular o'z tadqiqotlarida texmi tirishqay. Agar ular tirishchan, ishiga puxta, ilmsuyar bo'lsa, izlanish, tadqiq qilish orqali tushunib olaydi. Agar kishida bu sifatlar bo'lmasa, tushunmadimi, parvoyim falak." Al-Birunining katta tuhfalarida yana biri uning iqtisod nazariyalari bo'lib, bu nazariyalarni falsafa doktori Muhammad Yahya al-Hashimi Birunining Javharlarni bilishdiki cho'ng gavda degan kitobini cho'rdab yozgan Al-Birunining Tashlar kitobining manbalari nomli ilmiy maqolasida o'ttirib qo'ygan. U deydiki, "Men Al-Birunining zamonaviy iqtisod nazariyalari bilan zich munosabatlik va qimmati kunimiz g'arb idora organlarida birdek e'tirof qilingan bir iqtisod nazariyasini bayqadim. Masalan, Biruni ilm berim ishlarini asoslashtirish uchun almashtirish muomala ishlarida muqim bahoni tavsiya qilgan. U mazkur fikrida maxluqotlarning turmush ehtiyojini ilhom olgan. Shuningdek, olim tunji bo'lib oltin kumushning kursini ziyoda o'stirib o'tib, uni yig'ib saqlashni chekdan oshirib o'tishdan kelib chiqadigan mol bahosi o'rlab ketishning ziynini o'ttirib qo'yib, oltinning qimmati uning jinsidan yoki tabiatidan kelgan bo'lmasdan, balki insonlarning uningga e'tibor berishi va alohida qimmat bichidan kelgan. Turmush chiqimlari va ma'ishat xarajatlari oltin kumush vositasi bilan bak qulaylashib ketganda, qalblar oltin kumush yig'ishqa va uni yig'ib saqlashga bakrak moyil bo'ladi-da, u ikkisi shariat yoki tabiiy xosiyatdan emas, balki kishilarning kelishib olishi sababli sharaf va hashamatning o'rnini bosadi. Lekin bular haqiqatda faqat bir toshturki, oshni to'yg'izolmaydi, ussizni qondirolmaydi, qo'rqinchni yo'qotolmaydi, ziyon zahmatdan saqlay olmaydi degan. Al-Biruni pul mollarini oborot qilmay, yig'ib saqlash masalasini nihoyat jalliq tasvirlab bergan bo'lib, darhaqiqat iqtisodiy harakat tabiiy bir zaruriyatdir. Agar bu harakat to'xtab qolsa, muhaqqaq cho'ng iqtisodiy krizis yuz beradi. Shunga u pul mollarini yig'ib saqlashni ayiblaydi va buning durust emasligiga Alloh taolaning oltin kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergan degan oyati karimasini dalil keltiradi va Alloh taolaning oltin kumushni yaratishda xaloyiqning qo'ldan qo'lga almashtirib foydalanishi va pulga aylantirib ishlatishidan iborat ilohiy hikmatiga ishora qiladi. Darhaqiqat, agar oltin kumush yig'ib saqlab olinsa, kelib chiqqisi naqd qisliqi kishilarga qiyinchilik tug'diradi. Natijada Allohning irodasi va amri oyoq osti qilingan bo'ladi. Birunining qarashicha, kandan chiqarilgan oltin kumush ba'ayni yeyish va sarf qilishdan boshqaga yaramaydigan ziroat va chormalga o'xshash bo'lib, qezib elinib tavlangan aman oqchi sifatida qo'ldan qo'lga aylantirishdan boshqasi to'g'ri bo'lmaydi. Biruni oltin qochqichilarni ishlatishning harom qilinishdagi hikmatni dal mushu sababga bog'laydi. Chunki tanga quyishning o'rniga qoch tovoq qilib ishlatgan chaqda jamiyat taraqqiyoti uchun o'zaro almashtirib ishlatishdan iborat funksiyasi yo'qolib ketadi. U yana iqtisod sohasida ummatlarning yigitlik va muruvvatga o'xshash ruhiy holati haqida so'zlab, haqiqatan muruvvat bir odamning o'zi, oilasi, hol ahvoli bilan cheklanib qoladi.
Yigitlik bo'lsa, uningdan va oilasidan boshqalarga aloqaydi. İqtisodiy krizislarni hal qilish allaqandoq moddiy sababga emas, dal sap ma'naviyatga bog'liqdir. Shunga muboda kishilarning qalbiga shu yigitlik va muruvvat qalamchilari tikilgan bo'lsa, inson o'zi turlik rohatlarning fayzini surib, boshqalarning yo'qsullik dardida pusulayotganiga qarab tura olmaydi va qo'l ilikidagi dirham va boyligini tiqib olmay, cho'qim aylantirib turishi kerakligini bilgan bo'ladi degan. Shaksizki, bu nazariyalar bir tarafdan Al-Biruniyning naqadar dona, tushunchasining cho'nqur va tafakkurining islom javhariga bog'langanligini ko'rsatib bersa, yana bir tarafdan uning Alloh in'om qilgan buyuk istidodi va talantining boshqa taraflarini ko'rsatib beradi. Abu Rayhan Al-Biruniyning tarix sohasidami emgaklari bor bo'lib, shu jumladan o'tgan asrlarning yaldamlari va aqlga sig'adigan va sig'maydigan hind so'zlari haqida tadqiqot qatorliq mislsiz kitoblari bor bo'libmi keyingisidan Yevropaliklar Hindiston to'g'risidagi tadqiqotlarda intan ko'p foydalangan. U to'g'risida nemis sharqshunos Karl Brokilman deydiki, bu mislsiz olim arab adabiyotida tangdishi yo'q hisoblanadigan bo'lib, Yevropa tadqiqotlariga puxta asos solib bergan. Uning Hindistonning islomiy bo'laklariga, ya'ni bugungi kunda Pokiston deb ataladigan yerga qilgan safari u yerlarni keng ko'lamda tushunishiga fursat yaratib bergan. U hatto tarix, madaniyat va dinlar sohasidagi tadqiqotini to'liqlash va puxtalash uchun sanskrit tilini mukammal o'rgangan. Uning G'aznaviylar sultoni Mas'ud ibn Mahmudning nomi atalgan Mas'udi Qonuni nomli kitobi astronomiya, geometriya va tabiiy jo'g'rafiya ilmi bo'yicha katta ensiklopediya hisoblansa, o'tgan asrlarning yaldamlari degan kitobi tarix va jo'g'rafiyada katta ensiklopediya hisoblanadi. U bu kitobida Yunonliklar, Hindilar va arablarning ilmlari bilan millatlarning psixikasi, dinlar, diniy firqalar va ularning tarixiy qatorliqlarini keng ko'lamli selishtirish edib borgan bo'lib, u o'z madaniyat doirasida nihoyat keng doirlik olim deb sifatlangan. Bironishunos olimlar uning tarixni voyaga yetkazib tadqiq qilishdagi ilmiy metodi haqida tövandagidek yakunni o'tirib qo'ygan. Birinchi, tadqiqot modellarini tasqab tanlash. İkinci, ko'zlarni ko'r, quloqlarni gaz qilib o'tadigan va aql yo'l qo'ymaydigan ishlarni qilishga chaqiradigan taassubiyatni yomon ko'rish. Uchinchi, hukm chiqarishda tashqi omillarning ta'siridan qutulish uchun tirishchanlik ko'rsatish. To'rtinchi, ajdodlardan qolgan tarixga ehtiyot bilan muomala qilish. Shunga u ilgirki ummatlarning tarixiga va ahvollariga aql bilan yoki ko'z ko'rganga qiyos qilish bilan hukm qilishga yo'l yo'qligini muayyanlashtirgan. Lekin bu xabarlarni to'g'ri deyish va o'zaro selishtirish uchun nafsni haqiqatni tushunishdan to'sib qo'ydigan illatlardan paklab bo'lgandan keyin ondan muhokama qilish zarurdir. U ko'ngil xotirjam bo'lgudek dalil, fakt bo'lmagan, mantiqsiz, izchil yuz beradigan bo'lsa-mu, sababi ro'shan bo'lmagan mutlaq hodisalarni qabul qilmaydi va uningga ishonmaydi. Uning tarix tadqiqoti va boshqa sohalarga doir tutgan eng o'rnak ilmiy uslubi boshqa millatlarning madaniyatiga aloqador ma'lumotlarni tarjimaga tayanmay, asl manbasidan ko'rishga erishman bo'lganligidir. Bu shuning uchun Suriyani va Ibroniy tillarini o'rgangan edi. Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni Hijriya 362-yili Xorazm elining O'rganch atrofida tug'ilgan bo'lib, Paris muhitida o'sib yetilgan. Arab tili va fiqh o'rgangan. Hindiston, ya'ni hozirgi Pokiston shaharlaridan Beyronda uzoq mezgil yashab ijod qilgan va tanilganlik uchun shu shaharga nisbat berilib Al-Biruni laqabini olgan. Uning ilmiy yo'nalishi uni arab tili va fiqhida olg'a siljitgan va uningdan boshqa jo'g'rafiya, tarix, tabiat ilmi va astronomiya qatorliq bir necha ilmda tizli ko'zga ko'ringan. Keyin uning keng ko'lamli sayohat fursati berilgan. Uning til o'rganishda alohida talanti bor bo'lib, bir necha tilni puxta bilgan. Al-Biruni davrdosh do'sti Abu Ali ibn Sina bilan birga Samani amirlaridan Nuh ibn Mansur Samanining kutubxonasiga kelib ketib turadi
va ikkilan o'zaro ilmiy temalarda maktublashmi qalatdi. Al-Biruni yana ikkinchi ustoz deb atalgan ulug' olim Abu Nasr al-Farabi, tunji islom faylasufi Abu Yusuf al-Kindi, Abul Hasan Mas'udilarning fikri ta'siriga uchragan va ustozi Abu Bakr az-Razining Yunon falsafasi va Aristotel fikrlarining ta'sirlaridan qutulishga chaqirgan qarashini kengaytgan edi. U ilm tahsil qilish va yozish bilan mashg'ul yuratdi. Qo'li qalamdan, ko'zi kitob ko'rishdan, aqli tafakkurdan ayrilmaydi. Masalan, u islom va farang astronom olimlarining e'tirof qilishiga erishgan munavvar astronom. U hozirgi zamon geologlar tomonidan e'tirof qilingan geolog olim, tarix ilmini ko'lamlik va injiq tahlil qiluvchi, voyaga yetkazib izlanuvchi muarrix. U matematika sohasiga zo'r ta'sir ko'rsatgan va uning nurg'un formula va teoremalarini Newton, Grigoriylar naql keltirgan. U humanitar geografiyaning otasi hisoblanadi. U 180 parchadan ortiq kitob qoldirgan bo'lib, ko'plari yo'qolib ketgan. Bizgacha yetib kelganlardan mashhurlari Mas'udi qonuni, o'tgan asrlarning yordamlari, astronomiya ochiqishlari, javharlarni bilishdagi cho'mgavda, aqlga sig'adigan va sig'maydigan hind so'zlari haqida tadqiqot qatorliqlar. Yaqut al-Hamavi Adiblar qomusi nomli kitobida Al-Biruniyning astronomiya, logika, hikmat to'g'risidagi kitoblari intayin ko'p degan. İmam Bayhaqi Al-Biruniyning kitoblari bir tugiga ortilsa-mu, eshib qolgan bo'ladi degan. Abu Rayhan Biruni chechenligi, intayin tadbirchanligi va tamaxurlikni yoqtirmasligi bilan tanilgan edi. U O'rganch amiri Qabus bin Vashmigir ning g'amxo'rligi ostida yashagan bo'lib, bu kishi uning o'tgan asrlarning Yaldamilari nomli mashhur kitobini yozishiga sharoit hozirlab bergan. Keyin u Sultan Mahmud G'aznaviyning o'rniga o'tkalgan. Uningga yana Hindiston shaharlarini kezish fursati berilganda, u yerda G'aznaviylarning fatihlariga qatnashib, shu to'g'rida to'g'ri ma'lumotlarni jamlagan. Al-Biruni o'zining ilm bilan shug'ullanishning podshohlariga yiqilishish va kishilardan foydaga erishish uchun emas, faqat ilm uchun ekanligini ko'rsatgan bo'lib, Sultan Mas'ud G'aznaviy uning astronomiyaning dastlabki savotlari jamlangan Mas'udi qonuni nomli asarga bir pil kumush aqcha tortiq avatganda uni qaytarib o'tgan. U nurg'ulg'an kishilar arzu qiladigan shahona in'omni ehtiyoji yo'qligini aytib qabul qilmay, udul xazina qaytarib o'tgan. Yana bir rivoyatda sulton uningga uchtiga aran ko'taralik kumush aqcha avatganda uni ilmni ilm uchun ishiltiman, pul uchun emas deb qaytarib o'tgan ekan. Al-Biruni Paris qalliq bo'lsa-mu, madaniyati islom, ruhiyati Qur'on edi. U arab tilining tarafini tutgan, uni yaxshi ko'rgan edi. U mundaq degan: "Dinimiz bilan davlat qo'shkizak arab bo'lib, birining ustida ilohiy kuch, yana birining ustida samoviy qo'l lapillaydi." Fransiyalik atoqli sharqshunos Louis Massignon mundaq deydi: Al-Biruni arab tilining Sami tillari orasidagi muhim madaniyat tili bo'lish sifati bilan dunyoviy rolini to'liq tushungan. Uning markazlashtirish va abstraktlashtirish kuchini qo'shimcha qo'shishning o'rniga turlash orqali qurashtirishni, u tilning so'zlikchilarini birlashtirishga qimmatini tushunib yetgan. Al-Biruni o'zi haq deb qaragan ishlarda boshqalarning ko'z qarashi va gap so'ziga parvo qilib ketmaydi. Uning fazilati va ta'sirini qadrlaydigan g'arb olimlari uni e'tirof qiladi. German sharqshunos Max Merhoff mundaq deydi: Al-Biruniyning ismi islomning oltin davrining aloyiligi hisoblanadigan nazar doirasi keng katta olimlar qatorida ko'z ko'ringan bir ismdir. Amerikalik sharqshunos Arthur Yoffam Pop mundaq deydi: Matematik, astronomiya, geografiya, insonshunoslik, seleshtirma dinshunoslik qatorliq har qanday ilmning tarixi Al-Biruniyning katta to'hfasini tan olmay turib asla mukammallik topolmaydi. Al-Biruni barcha asrlardagi mutafakkirlarning ko'zga ko'ringani bo'lib, bir olimda bo'lish tegishlik asosiy sifatlari bilan alohida farqlanib turadi. Buning bilan Al-Biruni keng doiralik, o'zini ma'lum zamonga cheklab qo'ymaslikda katta aql egasining ulgulik simosi hisoblanadi.
1000 yil ilgari yozilgan kitoblardan nurg'un naqllarni jo'g'lash mumkin bo'lib, u naqllar bugungi kunda yangi sanaladigan aqliy mavqa va metodlarni ilg'ordir. Belgiyalik tarixchi George Sarton ilm tarixiga kirish kitobida mundaq deydi: Milodiy 11-asrning keyingi yarmi Al-Biruni davridir. Shuning uchunki bu tarixiy davrda u mashriq va mag'rib osmonida chaqnagan quyosh edi. Masalan, u humanitar jug'rofiya ilmi va ba'zi matematika ilmlarining asosini Yevropaliklar texir Rumliklarning kalendarini zaman taqvimi sifatida ishlatayotgan vaqtda o'tirib qo'ygan. O chaqda Yevropaliklarning geometriya ma'lumotlari Pifagordan burunqi yo'qolan saviyadan ortib ketilmaydi. Halbuki Arab diyarlari u vaqtda lavuldigan mash'al bo'lib, taraqqiy qilgan matematika ilmining yo'riq nurlari to'rt tomonni yo'ritib turadi. German sharqshunos Joseph Schacht mundaq deydi: Al-Biruniyning fikri jasorati va ilmiy izlanishga amroqligi, xato tushunilishdan yiroqligi, haqiqatni yaqalaydigan kang qo'rsoq va samimiy ekanligi haqdirki, yuqoridagi xislatlar hammasi o'rta asrda tangdish yo'q sifatlar edi. Chunki Al-Biruni amaliyotda nazar doirasi kang, o'tkir basiratlik, ijodkor talant egasi edi. Rus sharqshunos Bartol deydiki, Al-Biruniyning diniy e'tiqod bo'libmi Hindi dinlari haqidagi qarashlari bugungi kundami o'qirmanlarning qatarqinib ko'ngil bo'lishiga arziydi. Chunki u diniy e'tiqodlarning har yerda birli sababga agishadiganligini tushunib ketgan. U sarxillarning diniy e'tiqodi bilan avomning diniy e'tiqodi orasidagi farqlarga ko'ngil bo'ladi. Diniy e'tiqodlarni sharhlaganda qat'iy mutlaq qarshi turib, butunlay tanqid qilmaydi. Yana shuningdek, har dinning agashkichlari ishlatadigan iboralarga imkoniyatning yor berishiga rioya qiladi. Agar bir din bilan yana bir dinni o'zaro solishtirsa, sop ilmiy solishtirish olib boradi. Ulamolar Al-Biruniyni ilmga ko'ngil bilishga va ilmni insoniyatning taraqqiyotiga yoki orqada qilishiga faol ta'sir ko'rsatgan asosiy omillar qatorida sanashga targ'ib qilgan tunji olim ekanligiga asosan degidek birlikka kelgan. Al-Biruni ilmiy tadqiqotlarida Qur'on metodi va islomga mahkam bog'langan. U bundaq deydi: Hayotliq va olamning tabiiyati to'g'risida elib borgan astronomiyalik va geometriyalik tajribalarım cheksiz bir boshqaruvchi aqlning mavjudligini ko'rsatdi. Astronomiya ilmining kashfiyotlari koinotdagi maxfiy, hayron qolarlik inchki ajoyibotlarga, uning katta bir ijodkorning ijodiyati va usta bir mohirning puxta yaratganligini isbotladi. Bularni tahlil qilish uchun tabiiy sabablar yetarsiz keladi. Al-Biruni voyaga yetkazib tadqiq qilgan asosiy masalalardan biri zaminning aylanish masalasi bo'lib, mana bu uning bu vaqtdagi iborasi. Yer sharining aylanishi va uning yuzidagi narsalarning bo'shliqqa uchib ketmay sabit turadiganligiga kelsak, zaminning tortish kuchi ularni tutib turadi. Zamin yuzidagi barliq narsalar zaminning markaziga tutashdir. Ya zamin aylanadi, osmon aylanmaydi. Yoki zamin harakatlanmasdan atrofida osmon aylanadi. Demak, bu sabab bilan natijalangan ikki ishdir. Osmon zaminga mansub bo'lgandek, zamin osmonga mansubdir. Bu masala nisbiylik masalasidir. Yig'ib aytganda, Al-Biruniyning geologiya, kan, matematika, astronomiya, jug'rofiya, tabiat va iqtisod ilmlari qatorliqlarda qurg'uchilik ilmiy tuhfalari zo'rdir. Bo'libmi, ilmdagi islomiy ma'rifat metodini va uning tatbiqini Yunon tushanchalaridan ozod, islomiy tajribachilik metodining o'ziga tayinib paydo bo'lganligini yo'ritib beradigan tariqadan tozalaganligi uning eng katta tuhfalaridan biridir. U din bilan ilm arasini bog'lashda Qur'on yo'lini tutib mangan. Sog'lom iymonni va banda bilan Rabbi orasidagi rishtani kuchaytirishni, taqoq darvozalarni ochib g'alaba qilishning ochqich qilgan. Bularni u muno so'zlar bilan ta'kidlaydi. Haqiqatan utuq qozonish va muvaffaqiyat insonning qobiliyatiga emas, balki Alloh uni xohlagan qavmga armag'on qilib beradigan talantga bog'liqdir. Manba Anvar al-Jundining İslam talantliklari nomli kitobining 112-betidan 123-betgacha. Tarjimada Shabnam.